Podcastdan keyingi kommentariyalarni o'qidim, ko'rdim, odamlarda munosabati qanaqa deb endi lichkamga yozyap turgan har bir inson, erkakmi, ayolmi bo'ladi, farqi yo'q, har bittasi zo'r gap yo'q, men qo'shilaman fikringizga deb yozibdi. Zo'r mujiklar yozyapti, bunday rasmlar, profillarini ko'ryapman. Haqiqiy nimadirga erishgan mujiklarda, endi yosh bolalar kam. Xursand bo'ldim shunaqa normal fikrlaydigan odamlar bilan fikrimiz to'g'ri kelgani uchun. Lekin bir 5% odam 100% dan siz kibrsiz, qizlarni nimaga past ko'ryapsiz deb faqat bir tomonni ko'ribdi. Kibrliga keladigan bo'lsak, ha, balki kibr bordir. Endi sizlarning ko'zingizlarda, chunki sizlardan ancha ustun turaman, sizlar pastdan tepaga qaraysizlar. Meni xuddalik kibrlayib turgan insondaqa ko'rishinglar mumkin, lekin men o'zim oddiy inson deb bilaman. Menga qanaqa muomala bo'lsa, o'sha muomalaga yarasha muomala qilaman. Qizlarda masalasiga keladigan bo'lsak, biror marta bitta qizni yomon deganim yo'q. Qizlar buzilib ketyapti dedim. Nafaqat qizlar, balki bolalarda ham gapirdim, lekin ayollar faqat bitta tomonni ko'rib, sen ayollarni yomon deyapsan, falon deyapsan. Hacha bir marta ham yomon so'zni ishlatganim yo'q. Buzilib ketyapti dedim. Eringga itoat qil. Ering gapiga kir, ering hech qachon senga yomon narsani ravo ko'rmaydi degan gapim agar sizlarga yoqmagan bo'lsa, o'sha ba'zi bir 5% ichidagi qizlar sizlarga savol. Sizlarga nima qilsa yoqadi? Yotib olish kerak, eringlar betiga o'tirishinglar kerakmi? Shunda tursiginglarni yechib ko'chaga xohlagan vaqting chiqib, xohlagan vaqting kir. Meni ishim yo'q. Sen o'zingni hayoting xohlaganing bilan yur, kechasi mashinada xohlaganingni qil, xohlagan odaming bilan. Faqat meni yonimda zerikkaningda kelib tursa bo'ldi. Senga butun dunyo narsasini olib beraman, faqat sen uchun ishlayman, yashayman. Sendan hech narsa kerak emas, deyish kerakmi? Shunda sizlar uchun o'shanda erkak haqiqiy erkak bo'ladimi? Bu kavlanishmas, bu xuyet qilishda, bu sizlarda hozirgi tushunchalar. Hech qaysi bir logikaga to'g'ri kelmaydigan narsa. Tagin. Mushina должен deb turib, yana hali glavniy rasmlarga qo'yib qo'yishadi. Mushina обязан deb. Nima uchun mushina sizlarga nimanidir должен, agar sizlar unga hech narsa обратный bermasanglar, hatto tinchlik bermasanglar, hatto miyasini qoqmasanglar, sizlar uchun hozir qullik ustanovkasi sizlarga rosa qulay bo'lib keldi-da. Erkak kishi sizlar uchun faqat shu finans va hamma narsani обеспечивать qilib, snapchat qiladigan bir qul bo'lib ko'rinyapti, xolos ko'zinglarga. Realniy gap. Masalan, ko'chada bu kimdan $100,000 pul so'raylar, $100,000 pul ber desalar, u хорошо beraman, qachon qaytarasan desa, men senga долженmanmi? Nimaga qaytarishim? Absurdni eshitilyapti, to'g'rimi? Xuddi shunaqa absurdli holat bo'lyapti bu yerda, tushunmayapti ko'pchilik. Gapirishdan foyda yo'q, tushunadigan odam o'zi с полуслов понимает. Omadinglar bersin.